Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Chonkalarim, to'ycholarim, всем привет. Kech sizlarga va'da bergandim, soat 6 da post qo'yaman deb. Lekin men uxlab qoldim. Meni kechiringlar, bilaman hammalar kutgan ekansizlar. Direkt o'qsam, hamma yozibdi, nega post qo'ymadingiz, post qo'y. Bila, sendan boshqa amjak yo'q. Hamma sen amjakingni ko'raman deb osh qilib yotibdi. Hamma ko'z dikib o'tiribdi. Qachon bu amjakini ko'rsatdi ekan deb. Hozir nuqta saytga girsalar, do'la amjak ko'rsatib turibdilar. Zo'r amjaklarni ko'rsatib turibdilar. Endi bir sanakini ko'ramiz deb o'lib turganlar bormay ekan o'zi. Buni hozir ibanligi tutgan payti o'sha Diyorbek nimaga bu kechqurun qilsam men bilan batli o'ynamaganman. Endi o'ynashim. O'toqtiribdi jonim o'shaning uchun. Internetda ko'rdinglar mamma qizni. Ko'ringlar-da, atvetim bor. Semiz ayollar agar qomati shunaqa bo'lganda, ular mendan ham battar kiyinadi. Prosta ularga hech narsa yarashmaydi. Qomatini tepasi to'rtburchak, buyog'i nok, buyog'i beshburchak bo'lib yotgandan keyin, qani ular unaqa kiyinsin? Kiyinsa ham yarashmaydi. Nima deding? Semizlarni qatti tur, nechi burchak, pasti bunaqa burchak. Geometr o'qituvchimisan, qatta nima qirralarni borligini bilib o'lchab yuradigan. Nechta narsani o'lchagansan o'zi-ja, tepadan pastga yozsa, lekin semiz pul topadigan kishi bo'lsa, og'zingdan suving kelib o'tiradi, to'g'rimi? Bizdagi semizlar sanga o'xshab jipirqi bo'lib, o'tini ko'rsatib, botini ko'rsatib kiyib yurmasa ham, sandakilarni bir tinglomingiz menga qo'shiladiganlar mana shular hammasi menga qo'shiladi. Bu gapimni 34 ga chiqibsan, 10 yildan keyin gaplashamiz. 10 yildan keyin qani shu qomating o'sha bo'yiga bort bera olar ekansanmi, yo'q, o'shani gaplashamiz. Gapingni o'ylab gapir. Chunki men kimnidir teqizmoqdingda katta emas. Hech nimanga sandagi bo'lish umuman yoqmaydi. Sen kimsan, men kimman? Faqat siz bilan bo'lsa 69 bo'laveradi. Faqat siz bilan. 69'uni erkak tarafini ayirib tashlaymiz-da. Bilsa kerak, yoqimsiz, o'zi bilmayman, jirkanaman shu qizdan. Xudo o'zi kechirsin, unaqa deb bo'lmaydi, hammamizni Alloh yaratgan. Lekin qiluvlarini, qilayotgan ishlarini juda yomon ko'raman-da shu qizni. Bugun telefon qildi, Laziza Shopus hammanglar tanisinglar kerak. Uylarga bostirib boraman. Qatta senga yozilgan kimsan sen? Uyimga bostirib kelasan. Ko'rsatuv bilan o'zingni ham yoqaman. Qadamizni qilmaman uyimga. Pintrida, anularingni qilib boshqalar bilan tushundingmi? Senga meni gapim shu. Qo'rqmaniki kelishga. Suga ko'chada menga maslahat berishganda pastdan olib basharangiz urgazin yaxshi bo'ladi. Suga achitib tashlaydi. Мне Эл. Я не Эл. Мамке своей Эл покричи. У меня тоже чувства есть. Ko'tingchi desa o'yna. Ko'tingchi demasa bor naryoqda o'yna. Ko'tim yaxshi ishlaydi aka. Ichki ishlar xodimlari ichgansizmi? Syomka qilyapsiz. Ha, men sizni syomka qilyapman. Atingizga qarang, nima formada ichib yuribsiz? Bo'ldi, ovang. Ichgansizmi? Mana davlatning organi. Nega shundoq betimga o'tirib olgan, men dunyoni ko'rmay, charchadim shu dunyodan. Assalomu alaykum. Bitta savol. Gaplashadigan yigitingiz bormi? Bor. Bor. Qarang, bitta sekretniy savol. Yuzingizni bijir-bijir qo'yib yuboraman baribir. Nechta bolalar bilan gaplashasiz? Ana o'zim yashasizmi? Yashiraman. 3 ta. У вас есть парень? Да. Если не секрет, сколько? 2. 2 ta. Nechta bola bilan gaplashasiz? Sochimdan ko'p oshig'im bo'lgan. Shu 5 ta bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Gaplashadigan qizingiz bormi? Bor. Nechta? Bitta. So'ramasizlar, nechta? Gaplashadigan qizingiz bormi? Bor, bor. Nechta? Bitta. Gaplashadigan qizingiz bormi? Da, bor. Nechta bor? Bitta. Bitta, seriozning. Qarang, hozir qizlar 2 ta 3 ta gaplashyapti deganmidi? Ha, siz nega gaplashmaysiz?
Adusha bittasini yaxshi ko'rish kerak-da.